Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat akajon. Bu yerda marshrut avtobuslar qatnaydi. Xabaringiz yo'qmi? Jamoat transportlari, avtobuslar qatnovdan olingan. Hozir hamma ish bizga o'xshagan taksilarga qolgan. Qayerga borish kerak? Olib borib qo'yma akajon. Birinchi mavzuga yetib olishim kerak edi. Taksimisiz? Taksimi olib borib tashlab qo'yasiz-da? Albatta, albatta. Qancha bo'ladi menda? Ko'p emas. 20 ming bersangiz yetadi, o'tiring. Qancha? 20 ming. 2 kilometrli joy. 5 ming beraman. Aka, 20 bo'lsa o'tiring. Bo'lmasa boshdan og'ritmang. Menga qarang, do'stim. Insofingiz bormi o'zi? Shunday kunlarda bir-birimizni qiynamaylik. 12 ming beraman. Aka, kechirasiz, men taksi emasman. Shoshib turdim. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitaman akajon, xizmat. Uyga ketayotgandim. Marshrut avtobuslar ko'rmaydimi? Viloyat hokimining qarorlari bilan yo'nalishdagi avtobus, mikroavtobuslar karantin munosabati bilan harakat chetlatib qo'yganmiz akajon. Aka, nima xizmat, qayerga borasiz? Aka, ezgulik patruli xizmatingizamiz akajon. Rahmat, rahmat. Yo, men birinchi manzilga borayotgandim. Taksilar qimmat bo'lib ketibdi. Bo'ldi akajon, o'tiring. Aka, bizning xizmat beminnat aka, o'tiring. Yo, rahmat, rahmat. Rahmat. Borlaringizga shukr. Xalqni, elni, yurtni xizmatda charchamanglar. Shoshmang, men sizga. Aka, bizdan necha pul bo'ladi endi? Akajon, cho'ntakni kovlamang aka, cho'ntakni kovlamang aka. Elga xizmat, oliy himmat aka. Mana shunaqa kunlarda bir-birimizga yordam qilmasak, xalqimizga yordam qilmasak, davlatimizga yordam qilmasak aka, qaysi kun yordam qilamiz? Akajon, ayting. Bu aka ezgulik patruli, rahbariyatimiz tomonidan, mana shunday yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarga, sizga o'xshagan fuqarolarga yordam berishga joriy etilgan akajon. Uzr, shoshib turibman. Yana ko'cha-ko'yda haydovchilar, yana sizga o'xshagan fuqarolarga xizmat qilishimiz kerak. Salomat bo'ling, shoshib turdim aka. Karantinda oila davrasi yaxshi o'tkazing. Salomat bo'ling. Mana shu ezgulik patrul xizmatini tashkil qilgan rahbariyatga avval katta rahmat. Mana shunaqa elni, yurtni xizmatini qilib hech qachon charchamanglar. Katta rahmat sizlarga.